diagnoz qo'yib davolanayotganlarning hammasi ruhiy kasal bo'lib ketishini atayin ba'zi ishlarni hatto olimlarni tushuntirib berolmaydi. Yaxshimizlar ko'pchilik bugun kech xalqi ichiga kirib olish sababi bilan har qanday ishlarni oldin 1 soat burun sezib qolgan iqtidor paydo bo'lib qolgan tog'imizning hikoyasini so'zlaymiz. Bu tog'imiz o'zi G'uljidinga 1999 yil bola vaqtida ota-onasiga ergishib Oqsuning avotga berib, shu yerdan bog' ilib parvish qilish jarayonida har kuni bog'da yetib qopib yurib, bir kuni kechda ko'ziga bir narsa ko'rinib ketmabdi. Lekin yuragi ajoyib bir ig'ib, tuyuqsiz cho'chib, kechini qattiq yaxshi uxlayolmay tong otqizibdi. Bir necha kun ashunda beoramchilikda yuribdi. Xuddi birsi endi bodek his qildi-ki, lekin hech nimani ko'rolmaydi-ki. Kichikgina ovozlardimi cho'chib ketdi-ki. Shunday qilib ota-onasi bu bolani doktorxonaga olib tekshirishmi hech qanday kasal chiqmagandan keyin doktor faqat uxlatadigan, nervi tinchlantiradigan dori kesib beribdi. Oqsuning avotda 1 yil turgandan keyin 2000 yil G'ulja qaytib keldim. Bu ahvol yana davomlashavergandan keyin uydagilar bu bolani mahallasidagi konliq doktorning yoniga olib chiqib ko'rsatsa, doktor bir tekshirib yiqib, balanglarning ichida kech xalqidan birsi borki, işte ichi kiryapti, buning endi amal yo'q. Mangu mushu balanglar bilan billa hamroh bo'lib o'tidi. Endi bundan qutulg'ili bo'lmaydi debdi. Shuningdan keyin mushu 2005 yil boshlab toki hozirgacha bu tog'imizning ba'zi kunlari uxlab uyg'onsa, besh yo'g'inib qoldi-ki. Tushdan keyin o'zligidan kichiklab ketdi-ki. Unda endi boshqalar his qila olgandek darajada bek cho'ng farq yo'q-ki, buni faqat mushu tog'imiz o'zlam his qila oladi-ki. Besh kichiklab ketgan vaqtlarda atrofidagilarning ko'ziga ajoyib bir sat ko'rinib qoldi-ki. Hatto tunish bilishlarimi gap qilmay, salom qilmay o'tib ketdi-ki. Ya'ni o'zida bir xil passiv beoramchilik tuyg'usi paydo bo'lib qolganligini o'zim his qila oladi-ki. Shundan e'tiboran bu tog'imizda oldin seziladigan iqtidor paydo bo'lib qopti. Masalan, bugun bir xo'shalnarlik ish yuz bermoqchi bo'lsa, 1 soat burun ichiga sig'may kulib ajoyib bir xo'sh bo'lib ketdi-ki. 1 soatdan keyin rostilla shu xush xabarni anglaydi-ki. Agar yomon bir ish yuz bermoqchi bo'lsa, yana 1 soat burun o'zi bilan o'zi terikib, jil bo'lib, ochiq kelib titlab ketadi-ki. Masalan, mashinasi buzilib qolmoqchi bo'lsa-mu, oldin ola bilalaydi-ki. Har qanday ish yuz berishdan burun ko'nglida sezim paydo bo'lib qoldi-ki. Mendan chatoq chiqdimi-ya deb doktorxonaga berib, mensini tekshirib yiqibdi. Hech qanday chatoq yo'q. Doktor faqat nervang sal sezgirlashib qopti deb dorilarni bergan bo'pti. U dorilarni yesimi, yemisimi o'xshashlikka unim bo'lmabdi. Chiqiyqaylarda chiqdi, ichida yoki yenida kech xalqidan do'stlar borlar. Qulqimning endi gap qildi, ichimda bir ovoz paydo bo'ldi deb tasvirlaydi-ku. Men bu oldingi hikoyamni shunday degandim. Lekin bu tog'imizning aytishicha hech qachon unda bir ovoz anglab boqmabdi. Qulqining tubida yoki engida birasi unda gap qilmaydi-ki, ovoz yo'q-ki. Faqatlam bir sezim paydo bo'lib qoldi-ki. Xuddi ichidagi hiliqi adash, xuddi bu tog'imiz bilan bir gavda bo'lib ketgandek, faqat his qildi-ki, yaxshi ishni, yomon ishni his qilib sezib olaydi-ki. Buningga o'z bir misol olibdi. Masalan, yo'lda mashina haydab ketayotgan bo'lsa, 5 kilometr yiroqlikda yo'llar to'silib va yoki tog'lar ko'mirilib degandek, işte bir voqealar bo'lgan bo'lsa, bu tog'ashning tuyuqsizlam qat'iy mashina haydagisi kelmay qoldi-ki. Mashinani bir yer to'xtatib, o'tirdi-ki, ham shu qaytib kelayotganlardan ashuna 5 kilometr yiroqlikda menimda ish yuz beribdi degan gaplarni anglab, aslida mening ko'nglim shon beram bo'lib ekan to'xta deb o'ylab qoldi-ki. Yaqindan buyon bu tog'ashni birsi chaqirgan bo'lyapti-da. Masalan, uyda o'tirsa, sirtdan birsi to'laydi-ki. Kim o deb chiqsa hech kim yo'q. Uyga kirib o'tirsa, yana chaqirdi-ki, yana chiqsa hech kim yo'q. Uydagilardan so'rab yiqibdi. Meni birsi chaqirdi hozir, boshqalar anglamadinglarmi desa. Yo, biz ishni anglamadik deb. Shuning bilan bu akasining yotoq uyi shu o'rniga bek yaqinga. Bir kuni inisi o'rniga kirib ketib, veysinda bosh akasining ismini atab turib, birsiga bir muncha gaplarni qilibdi. Bu gaplarni bu akash ham aniq anglayolmabdi-da, shuning bilan kirgandan keyin, "Sen kim bilan paranglashding?" deb so'rasa, insayron qilib, "Men telefonni olmay chiqdim, o'rniga telefon bo'sh uyda qolgan tursa" debdi. Yana bir kuni uydagilar o'yladi ish qilayotganki, sirtdan birsi bu akasining ismini chaqirib bir muncha gapirib ketibdi. Lekin gapni qat'iy uqul bo'lmaydi-ki. Shuning bilan taloga chiqib, "Qaysinglar hozir menga qilgan?" deb so'rasa, talog'ilar hayron qilib, "Biz jimjit ish qilyapmiz, kim senga qilibdi?" debdi-da. Bunda ahvol bo'lavergandan keyin doktorxonaga berib ko'rinibdi. Doktor, "Senda xomish kasallik alomatlari ko'rinishga boshlabdi" deb dori kesib beribdi. Lekin doktorning bu diagnoziga o'zi qo'shilmaydi-ki.
Chunki o'zi hamda xuddi xomish kasallikka o'xshash yolg'izlikni xohlaydigan, yashag'isi kelmaydigan unda alomatlar yo'q-ku. Shunga menda xomishlik kasalligi yo'q, doktor menga bu diagnozni xato qo'yib qo'ydi deb o'ylaydi. Bu akashning ikki qizi bor ekan. Ayoli har kun kechda shu qizlar qo'rqidi deb qizlarning yonida yotar ekan. Bir kuni kechda yotoq qo'yda bu akash o'zi yolg'iz uxlab yetib, yarim kechada tuyuqsiz uyg'onib ketibdi. Shundan yana qarsa, bir ayol o'ziga dumbasini qilib yotgan. Ayolim qaytib kiribdi deb chiroqni yondirsa, yo'qolib ketibdi. Chiroqni o'chirib, joyiga kelib yozsa, hiliq ayol yana paydo bo'lib qopti. Bunda ishlar bek jiq yuz berdi ekan. Endi to'laroq yuz berdigan ham o'zimiz sezalaydiganlari mushlar shuka. Yana bir ish bor keras. Masalan, bir kasalni, bir bemorni yo'qlab kelgan bo'lsa, shu kasalligimda qarab o'zim bilmagan asosda saqayib ketdi deb qo'ydi ekan. U kasal rostlam 3-4 kun ichida salamizga saqayib qoldi ekan. O'zining ichida yana bir o'zi bordek his qilgan. Ba'zi vaqtlarda xuddi shu ichidagi o'zi sirtqa chiqamayotgandek, ichiga qopsilib qolgandek, o'zining ichidan o'zi chiqib ketamayotgandek his qilgan. Yaqindan buyon mush ahvol qarta o'zi azroq bir qadimiy usulda amallarni qilibdi. Mush amalni qilgandan keyin ichidagisi xuddi sirtqa chiqib ketgandek bo'lib qolibdi. Kechlari o'z yolg'iz yotsala, mush derisini bir tak 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 qilib shunda ritmli chekir ekan. Bu akash ichida o'ylabdi-da, sen sirtqa chiqib, ichimga qaytib kirolmay, mushtaq qo'yibsan-da deb o'ylab kirgisi keldi. Yaqindan buyon yiliq do'sti yana ichiga qaytib kirgan o'xshaydi. Yana ishda boshqalarning ichidagini bilib oladigan, oldin ola kelgan ishlarni his qila oladigan iqtidori yana qaytib kelibdi. Men hikoya so'zlamagil bek uzoq bo'lib ketgachga hikoya so'zlashni biza unutib qopdimi? Mening hikoyamni yoqtirib anglayotgan do'stlar, pinglunchiga gul yo'llab qo'yishni unutib qolmanglar. Men bek yolg'on cho'p ketdim. Lekin amal bor izchil har kuni yanglashni davomlashtirma. Meni qo'shib bo'lgan do'stlar, qo'shilinglar. Ana lekin yoqtirgan bo'lsanglar do'stlaringlar avatib qo'yishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.